Guliston tumanida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ularga moliyaviy va tashkiliy ko'mak ko'rsatish maqsadida ochiq muloqot shaklida sayyor qabul o'tkazildi. Mazkur uchrashuv tuman hokim vazifasini bajaruvchi Olimjon Jo'rayev va Sirdaryo viloyat Markaziy bank boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi. Sayyor qabulda tuman tijorat bank vakillari, sanoat korxona rahbarlari hamda 30 nafardan ziyod tadbirkorlar ishtirok etishdi. Tadbirkorlar tomonidan asosan faoliyatini kengaytirish uchun imtiyozli kredit ajratish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, mavjud muammolarni bartaraf etish kabi masalalar ko'tarildi. Tuman hokimi bilan Markaziy bank boshlig'i sayyor qabul o'tkazdi. O'sha sayyor qabulga borib, men murojaatimni qildim. Men Dahlobod muhitida baliqchilik bo'yicha choyxona ochganman. O'shani kengaytirish uchun 100 millionlik kreditga murojaat qildim. Kredit olishdan maqsadim kelgusida tadbirkorlikni kengaytirishim kerak, ish o'rinini ko'paytiraman. 3-4 kunda hal qilib beramiz deb va'da berdi. Qabul jarayonida ayrim murojaatlar joyida hal etilib, qolgan muddat talab etadigan murojaatlar tegishli mutasaddi tashkilotlarga yo'naltirildi va muddatlar belgilandi. Mana hozir tumanimizda tuman hokimi va Markaziy bank rahbarlari bilan birgalikda ochiq muloqotda sayyor qabulimiz bo'lib o'tyapti. Biz tadbirkorlar Alina Tekstil kompaniyasidan qatnashyapmiz. Tadbirkorlar mana yarmarkasi bo'lyapti. Bu yerlarda ko'p narsani bir-birimizdan fikr almashyapmiz. Ishxonamiz ochilganiga 1,5 yil bo'ldi. Faoliyatimizni shu kengaytirish rejalarimiz bor. Xudo xolasa keyingi yilgacha 150 ta ishchi o'rinini yaratmoqchimiz. Undan keyin biz o'zimiz eksport o'zimizdan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Shuningdek, tadbir doirasida tadbirkorlar yarmarkasi tashkil etildi. Unda tuman sanoat korxonalari o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishdi va ko'rgazma shaklida o'tgan bu tashabbus ham o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, yangi sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish uchun muhim tashabbus bo'ldi. Sayyor qabul yakunida ishtirokchilarga tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mavjud imtiyoz va imkoniyatlar yuzasidan ham ma'lumotlar berib o'tildi.